hozir qani aytsam, siz uni o'zini vaqtiga birinchi boshlashni ertalabdan kelsangiz, nimasi hozir ish payti-ku. Yaxshi to'g'rilayapman. Oysa. Aytov deyay. Nima uchun endi tandir oqartish uchun ko'mir solinadi. Qizdirish uchun. Qizdirish. Ham pishirish. Shunday. TikTok'ga qo'yarasiz. Bo'ldi. Qo'yishdan tashladik. Buni ta'riflar biza bag'am tayyorlaganimizcha ko'rinadimi? Qarang, chuqurda tandir. O kichkinacha zo'r ko'rinadi. Kichkinachasi ham bor. Bu kichkina zakasicha 20 talik, 30 talik, 50-60 dan baq ko'raman. Qizoriga yotaveradi o'zi. Keyin bag'am ishlaymiz. Ichib olamiz. Tak, so'ng unga yarim qism tuz solamiz. Yarim litr suv solamiz. So'ng qorishtiramiz. Xamir tayyorlaymiz, qisqasi. Tuzni eritib, xamir tayyorlaymiz. Xamir tayyor bo'ladi. Xamir tayyor. Tamam, sezam bo'ladi. Xamir tayyor. Mana olamiz xamirni. Desa 1 soat damini oladi. 1 soat damini oladi. Xamir. Assalomu alaykum. Ha, keling. Bir kilo un oldik. Yarim qismini tuz soldik. Yarim litr suv solamiz. Xamir qilamiz. Masalan, yaxshilab uni mushlash kerak. Qattiqqina qilamiz. Qattiqqina mushlab xamir qilamiz. So'ng xamirni 1 soatda
dam beramiz. Bir soat dam beramiz. Bir soatdan keyin olib, buni mana bunday qilib zo'ra qilamiz. Plita deydi. Oltiga eski o'tlardan plita qilamiz. Shunday qilib plitacha qilib olgandan keyin uni zo'ra qilamiz-da so'ng. Har bittasi 50 gram, 45 gramdan bo'lishi kerak. Uzishda ham o'ziga yarasha usuli bor. Pichoq bilan kesmaydilar, qo'l bilan uzadilar. Oldinki uyg'urcha somsalardan-da. Tavlanadi. Nima deydi? Tavlanganda keyin tavlanadi. Tavlanadi deydi-ku. Shunga o'xshab hamma ham tavlasa chiroyli chiqadi-da. Endi somsachilar gapida. Kerakda. Hatto yopishib qoladi bo'lmasa bir-biriga. So'ng ochilishga ham mana bu jo'da bo'ladi, o'sha nima deydi? Buni qilishga osonroqda, yoyilishga bo'ladi. Agar xamir un kiymasa, ana bo'lmaydi, ochilmaydi. Mana bu hozir birinchi yana hamma somsa har xil somsachilar bir xil chayqal qiladi, bir xil promay ochadi. Buni jilddan. Men chayqal ochaman birinchi, keyin jild qilaman. Shunday qilib ochuramiz. Bittimiz g'ayratga. Ha, zira pramini siz bu han yo'q kerak. Yo'q, bu. Ochamiz. Mana hozir birinchisi kichikroq bo'ladi. Kattaroq ochamiz. Hozir mana dam bergandan keyin mana shu hamma turmash kerak-ku. Tez ochish kerak. Hammasini tez qilish kerak. Masalan, keyin qilaman, qo'yib emas. Qotib qoladi. Ha, ana bo'shab ketadi. Tinib, qarosh xamir tinmish kerak. Tinnimi bu somsa chiroyli chiqmaydi. Bu bizning ishi ham, siri ham ko'p-da, masalan. Ana u paytlar zo'r bo'lgan-ku, mintalab chiqarganlar. Hattalab to'kkanlar. Endi biz hozir necha salabancha qo'yamiz. Ha, nima? 30 ta somsa yetadi, 40 ta somsa yetadi. Ha, o'g'li ertalabdan ko'ngil yoqqanlar, ish tamom bo'lguncha xaltalab ketaverganda. Ana shu xamirda ham mana ochayotgan payda o'z kishini endi jild qilgandan keyin bo'lib-ku. Jild shunday bo'lishi kerak, mana shu ag'ir-ku, yupqa bo'lishi kerak-da, ambag'i qorinli, qalinroq bo'lishi kerak. Ha, qalin bo'lishi kerak ana shu. Shuni aytib qo'ying. Go'sht turish kerak-da. Ha, go'sht turadi ham, so'ng boyagi shishga zazor bo'ldi. Xamir zapas bo'lku. Zazor deydimi, nima deymiz? Zapasi bol, o'sha shishadi. Yorilib ketmaydi, tosh. Ha, yorilib, oqib yotmaydi-da. Uni tushirib olaman, qoqib olaman, uni bo'lmashi kerak. Uni bo'lsa qanday yopishmaydi.
ketaverib, bunaqa qoqib oladi. Yaxshilab Undirini o'tkazadi. unni tushirish kerak-da. Shunday unni tushirib olish kerak-da. Yaxshi qoqib. Buni aytgancha bari rучной eski narsalarda hozir zamonaviy balkim biror narsa qilsa bo'ladi. Filtrator bilan tushirib tashlasangiz. Zamonaviy kerak emas. Mana shunaqa qiyinchilik nima? Somsa yo'qsa bo'ladimi, yo'qmi qarashim kerak. Tandir ko'mir yonib bo'ldi. Chotgan. Endi toza oqib oppoq ketsa u juda qiyin. Somsa orqasi kuyadi. Endi mana damxonani yopish kerak. Damxonasi bo'ladi mana. Tandir damxonasi bo'ladi. Damxonani yopish kerak-da, havo o'tmasligi uchun. Havo tegsa alab yonaveradi-da, somsani kuydirib qo'yadi-da. Bu temperaturani ushlab turadi-da bu. Alovni shu yopaygon qilib darajada o'ziga yarasha aniq qilib olish kerak. Qurib kuymaydigan qilib somsani yopish uchun. Alovni o'chirish kerak. Bitta necha gramm desam keyin bu. Hozir taxminan 70 gramm bo'lsa kerak farsh. 50 gramm bo'lsa 130 gramm bukilgan somsa bo'layapti. Mana shu. 70 grammda 80-70 tushadi masalan farsh. Bu kuchcha ham uyg'urcha bu kuchda bu. Buni o'zimizga bu boshqacha, u uchburcha, u payshanbani bu kuch deydi. Bu boshqacha. Mana bu kaman, lekin qilmayman işte. Mana shu ko'pincha mashinaga shunday ekan. Necha bo'lib tushib ketadi. Rezin bog'lab olamiz. Endi zamonaviy bir nimalar qilsa kerak. Bu tandirni ichini latta bilan artgani, mana tandir bir nimani yopishib qolgan bo'lsa, olib tashlaydi. Bu somsa orqasiga yopish qolmaydi-da. Mana shu uchun latta aylantiradilar ko'pincha. Halini ham chiqaradi-da so'ng. Qo'l kuymaydi, kulpullar haydaydi latta. Issiqni temperaturani bilish kerak-da, qo'l o'zi aytadi. Qachon kirish kerak. Bismillah. Qiyin-da. Ketaveradi. Hammasini hisob kitobini olib borish kerak-da. Masalan, alab uchayotgan bo'lsa ham bo'lmaydi, qizib ketgan bo'lsa ham bo'lmaydi. Eng alar oson, ana shu eng qiyin alab. Alabga tushmasa, somsani chiqarish qiyin. Somsani o'ziga yarasha usuli bor-da. Samolavni xamir qalin bo'lishi, qattiq bo'lishi kerak xamir. Agar xamir qancha qattiq bo'lsa, cho'li chiqar somsa. Osilib qolmaydi. Bo'sh bo'lsa osilib qoladi. Shalari bu. Xamirni ozgina sal tuzini balandroq qiladi. Nima aytsangiz oqmaydi-da. Agar tuzi kam bo'lsa ham bo'lku, xamirni aytib qo'yay, tashlaydi somsa. Shuni yopasiz-ku. Tashaveradi, o'z bilmay qoladi. Endi nima tashyapti deysiz? U, значит, xamiri ana bo'lgan. Tuzi kam bo'lsa tashlaydi degan. Ana bu. Qota boshlaydi. Qotaveradi. Bittasi kelyapti. Tashlayman deyapti-da o'zi. Qotsa yaxshi. Qotadi.
bo'lsa ham tashlamas. Aytibki, farsh suv yuvib ketsa, o'zini anasini ko'rsatadi, hammasi. Dimlaymiz. Akkamga 5 minut turadi. Soatga qarab qo'yamiz. 5 minutdan keyin ochamiz. To'kilgan somsani olib chiqamizda, yopamiz. Yopdi. Yop bo'lgandan keyin somsaga suv uramiz. Par beramiz, bug'. Va par beramizda so'ng qopqog'ini qo'yib, latta bilan dimlaymiz ustini. Dimlanadi. Va lattalarni qo'yib yaxshilab havo kirmaydigan qilib dimlanadi. 5 minut turadi. 5 minutdan keyin ochib, qaraysiz. Bu somsalar mana bunday ahvolga keladi, mana sal qizarib, mana oling, mana sal. Ana shu ahvol keladi. Dimlanib bo'lgandan keyin ana shu ahvol keladi. Endi buni qizartiramiz. 10-15 minutga shu cho'qchani shu alavga suv urib, asta qizartirib olamiz-da. Ichini pishirtirib turadi endi. Asosan qarab qo'yaman. Masalan, oqmaydimi, tushmaydimi, alov qanday. E'tibor beraman-da. Soqlari oqib, jazillab pishyapti-da. Mana necha minut endi примерно turadi somsa mana yopganingizdan mana anavi qildi. Parlash 5 minut bo'lsa, 15 minutga, 10 minut 15 minutga qizartirib olaman-da so'ng. Mana somsani qizartirib olaman. Ana shu opshim 20 minutda bo'ladi. 20 minutda 25 minutga pishib chiqadi somsa. Qilishyapti. 5 minut o'tganimizda yana 5 minut tashlab bo'lsa, to'g'ri hamma joy qizarib chatga bo'ladi nasib. Deydi, bunga cho'machdan so'ng nima deydi, chanchasi bor, ko'mir to'g'rilaydi. Bularni ham instrumentlar bo'ladi, o'ziga yarasha. Instrument bo'lmasa ishlash qiyin. Bitta somsaga ham tandirga tushib ketsa, qo'lim bilan ololmayman masalan. O'shanda chancha bo'ladi. To'g'radi, somsani tortib oladi. Красота. Настоящий катакурганский самса. И искича. Hozir qanday aytsam, siz o'zini vaqtiga birinchi boshlashni ertalabdan kechasiz, nima hozir ish payti-ku. Yaxshi to'g'rilayapman.